Xo'sh. Boshlang cho'pchagingizni. Qani? Ismim Jamol. Yoshim 25 ta. Xo'p. Hech qayerda o'qimayman. To'g'rirog'i o'qishga kira olmayapman. Tushunarli. Ota-onam anchayin axloqli, ibratli odamlar. Urib o'ldiraman. O'shir shakagingni. O'shir deyapman. O'zim qo'g'ib tashlayman. Qanaqa qo'lingdan o'zi? Basharangni olib tashlayman. Bu kamtarin qulingiz Kaminaman. Er xotinning o'rtasiga ahmoq odam tushadi degan naqlning isboti shu bo'lsa kerak. Ha mayli, hech qisi yo'q. Nasibada. To'xta. Negaligini bilmadim-u, lekin ishlarim har doim yurishavermaydi. Xullas, o'qishga kirishga rosa harakat qildim. San'at oliygoh, Milliy universitet, iqtisodiyot, konservatoriya, pedagogika, moliya. Keyingi yil topshirasiz. Konservatoriyada balo bormi? Bir kam endi kontrabas chalishim qoluvdi. Buni qarangki, texnika tuzatishga layoqatim bor ekan-u, sezmagan ekanman. Rizq qidirib, mana teleradio uskunalarini ta'mirlash istaxonasiga ishga kirib oldim. Bir muncha vaqt ishim yurishgandek edi go'yo. Lekin favqulodda Bo'lmay qara. Roniydan. Nega? Mijozlardan gapish. Hozir to'xtab turing. Nega yo'qol? Nega xo'jayin men ozgina qoldim. Tayyor bo'lib qoldim. Erkak kishiga 40 hunar oz deganlariday, endi bekorchilikdan internetdagi qizlar bilan tanisha boshladim. Men Jahon tillari universitetini 3-kursida o'qiyman. Sevgan mashg'ulotim kitob o'qish. Mashinangiz bormi? Men bitta qiz bo'lganim uchun juda ham erka o'sganman. Kelishgan, o'ktam bo'lsa, yuzini u yog'ida, bu yog'ida kulgichi bo'lsa, menga labi katta bolalar yoqadi. Men hayotda juda ham kam gapiraman. Yo, sizlar meni noto'g'ri tushundinglar. Bu sizlar o'ylagan narsa emas. Umidlarim puchga chiqay deb turganda, nihoyat go'zal bir qiz bilan tanishdim. Biz uchrashadigan bo'ldik. Ne o'ylar bilan uchrashuvga oshdik. Ammo uni ko'rdim-u, xayollarim yovvoyi kaptardek uchdi-yu ketdi. Maslahatim, internetga ko'p ham ishonavermanglar. Bas, endi hayotga jiddiy yondashib, bozor iqtisodiyotining eng kurtoylaridan biri bo'lishga ahd qildim. Mana kelinglar, sigaretlar bor, sigaretlar. Aka, sigaretni olib keting, optovoy, narxda olib keting. Palmal bor, keyin sabraniya, payn, yumshog'i deysizmi, o'tkirma, har xildan bor. Olib ketinglar, olib keting. Sigaret bor, olib ketmaysizmi? Aka, sigaret. Mana olib keting, arzon narxda. Yaxshi, palmal sotmoqman. Nimaga depasiz? Peshanada bu ham bor ekan. Lekin men tushkunlikka tushmadim. Qarz olib, shinamgina tabaddixona ochdim. Ijaraga albatta. Tabriklayman. Xayr.
Keling. Qalay, ish ketyaptimi? Rahmat. Menga bir finjon qora qahva ber. Xo'p. Ha, aytgancha. Bular meni do'stlarim. Bu Kamol. Men bilan sodir bo'lgan barcha ko'ngilsizliklar uni fe'l-atvori, tentakligi tufaylidir. Mening dunyodagi jamiki so'kinishlarni barini izhor etib bo'lganman. Lekin u baribir o'zinikidan qolmaydi. Bir tasavvur qiling. Shahardagi qizlarni o'ramoqchi bo'lib, otasini mashinasini olib qochib taqmoq. Mashina Mercedesmi yoki allambalo jip bo'lganda ham mayli-ya. Ammo ming afsuslar bo'lsinkim, u Hey, to'y, o'rganama. Qo'y. Yaxshimi? Ha? Kim ortidan yugurib ketyapsiz? Har holda siz ortingizdanmas. Soating oyoqchalaringizni qiynabmi qilasiz? Mana mashinaga o'tiring, tezgina olib borib qo'yamiz. Yo'q, rahmat. Yugursam tezroq yetib olaman. Shunaqami? Yetib ola qoling o'zingiz. Hey, yo'lingga qarasang bo'laydimi? Yo'ldan qoch! Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? O'zi yaxshi Menga qarab, havo chiqarmalaring. Men senga aytdim, shukurga gap otmagin deb. Havo chiqarma, faqat havo chiqarma. Yoqimli ekan deb nima qiling? Bola, kechiringlar, lat yemadimi? Yo'q, rahmat. Aytdim, o'zim yetib olaman deb. Yo'q, qani bo'lsa o'tiring, tashab qo'yamiz. Bu Urshid, kompyuter dasturchisi. O'ta kamgap. Undan so'z olish, filni osmonga uchirishdir. Lekin o'z ishini ustasida deyishadi. Xayriyati. Endi kompyuter yoqsam bo'ladimi? Ha, yoqavering. Beraymi? Ha, bo'ladi. Ha, mayli. Keling, yaxshisi hammasini bir boshdan aytib bera qoling. Yo'q, miram. Yo, shoshmanglar. Kim keldi? Hamburgerim olib kel. Mana shu. Xo'sh. Yoqimli ishtaha. Yeysanmi? Yo'q, rahmat. Sen mendan qarzga pul olganingni inkor qilmasang kerak. Olganmisan? Olganman. Olgan. 3 oyda qaytaraman. Deganmiding? Men haligi deganmiding? shunaqa gap bo'lgandi. Ha, bo'lgan. Bo'lgan. Bilasanmi qancha oldim? 1 yil. Qat'iy chora ko'rishga o'zing majbur qilyapsan-ku. Yo'q, Jahlim chiqarma. Nima kecha? Ha? Kecha oxirgi muddatida bugun keldi-ku o'zim yoningizga. Rostmi?
Rost. Shunchalik vahshiymisanlar? Katta faqimlar? Axir atigi bir kungina o'tibdi-ku. Shunchalik ham qattiq bo'lasanlarmi? Axir men buni bo'lak-bo'lak qilib itlarga yedirishim mumkin edi-yu. Shef, o'zingiz Uchun! Jamol ukam, sen xafa bo'lma, xo'pmi? Mana ko'ryapsanmi kimlar bilan ishlayapman? Yo'q. Bularni tog'day mushti bor-u, nihoyatchalik aqli yo'q. Ushlama buni. Hop. Yasharing buni. Shef, pullar-chi? Olib kelmadi-yu. Pul? Xaltaga qo'yibsan, uka? Nima? Bu yoqqa ber. Bu meni gamburgerim. Sen meni xafa qilding, uka? Voy, men hozir hammasini tushuntirib beraman sizlarga. Yomon xafa qilding. Endi o'zingdan o'pkala, uka. Yo. Ya? Nima? Malik, o'chirding-yu. Kimniki? Bilmadim, shef. Kimni telefoni? Men senga 5 marta aytaman, ishga chiqqanda telefon tutmadim. Sen ham o'chirib qo'ydingsanmi? Maniki. Sen ham o'chirib qo'ydingsanmi? Qani ol, tezroq javob berib ber. Alo. Jamolni vaqti yo'q 5 minutdan keyin qo'ring. Alo. Akajon. Bo'ldi, uka. Alvida. Yo'q. Rahmat kelsin akajon. Aka hammasiga rostman. To'xta. Nima buni? Nima deding? Rozman, hammasiga. Ana. Bu boshqa gap uka. Yaxshi. Roziman, deyapti. Yashlaring buni. Hozir. Tura qol. Vaqting bor ekan, Oldimga. bolakay. Yur uka. Hozir nima qilishing kerakligini senga tushuntiraman. Ha bo'ldi, namuncha titraysan, o'zingni qo'lga ol. Chetga ketsan-u. Aytganlarimni hammasini bajarsang kelishib ketamiz. Endi gap bunda. Yaxshilab eshit. Baqaloq qarzdan qutulishimni biroz qaltis yo'lni taklif qildi. Boshqa choram bo'lmaganligi uchun uni shartiga ko'nishga majbur bo'ldim. Jamol qalaysan? Sen nima? O'zingga sekretar yolladingmi? Telefoningga javob beradigan? Ha? Judayam aqllisan-da. Ishing bo'lsa cho'lmasdan gapir. Mayli, qo'yaver. O'zi kelmasligim kerak edi. Qayoqqa? Qo'rqdingmi? Nega qo'rqar ekanman? Shunchaki bitish bor edi-yu. Lekin sen menimcha bu ishni eplamasing kerak. Qani, oldin gapir, keyin ko'ramiz. Xullas, 3 ta mashina bor. Xo'sh. Ularni aytilgan joyga olib borish kerak. Ish bitgandan keyin hamma mendan oladi. To'kida. Zo'r hazil. Qoyilman. Bu hazil emas. Ish. Jiddiy ish. Menimcha sen bu ishga qo'l qo'yishing aniq. Bo'pti, unut, esingdan chiqar. Voy. Nega unutarkanman? Ko'ki bor joyda men ham borman, xo'pmi? Mashinani nechta deding? 3 ta. 3 ta. Uchinchisini kim haydaydi? Bilmadim. Yo, hech qachon, faqat u emas. Jamol, nima qildi unga? Yeysin joydami? Uni pravasi yo'q. Uni ustiga ko'zani taqadi. Mana turishni qilib shu mashina haydaydi.
Bunisiga nima deysan endi? Ey, bilmadim. Bo'pti, bo'lmasam, men uyga borib oyimga aytayda. O'shanaqasi kiyimlarini ham ola kelaman. U menga qarasa armiyaga ketayotgani yo'q. Ha? Bu ish haqida hech kim bilishi kerak emas. Xo'p. Bo'pti, ketdikmi? Hech bo'lmasa mana shu partiyani tugatib qo'ya qolay. Bilganingni. Faqat tezroq tugatlar. Nima qilib turibsan, kelmaysanmi? Bo'la qolsang-chi. Ha. Qalay? To'lab qo'y, partiya. Ha, akasi, qalay bo'larkan yutqazish. Ha? Bilasizmi? Bilasizmi-chi? Ha, u tog' orqasida yana bir tog' bor. Shu Chica bonita. Xullas, uch og'ayni topshiriqni bajarish maqsadida Buxoroga yetib keldik. Ishimizni rejalashtirish uchun shahar yo'llarini obdon o'rganishga kirishdik. Har birimiz ishga jiddiy yondashdik. Voy bo.
Voy bo, kattaligini buni. Mana mashinalar bo'lsa kerak. Qani, ochlaring. Yana qancha anqay turmoqchisanlar? Bo'llaring, bo'laqonlaring tez-tez Yo'q, ket. Jamol. Biz haligi Matizmi, Tikomi deb o'ylagandik. Bu zo'ri-ku. Menga qaralaring, kalitlar bardacho'da bo'lish kerak. O'tirlaring, bo'l, tez-tez ketdik. Xo'sh. Qornim ochdi. Voy, 1 soatdan bo'lgani yo'q. Yo'lga chiqqanimizga darrov qorning ochdimi? Ish qancha tezroq bitirsak, shuncha tezroq pul olamiz. Keyin bu kungacha ovqatlanasiz. Jamol, shundoq kiramiz, ovqatlanib chiqamiz. Yarim soat ham ketmaydi. Kamol, Bilasan-u, qornim och bo'lsa, nervning bo'lib qolaman. faqat yarim soatga bo'lsa mayli. Yur. Assalom. Xush kelibsiz, aka. Doktori Xushroy. Nag'izmi yoki mag'izmi? Bizga bitta kavob olib keling, xo'p? Buyurib bo'lishdi. Olib keldim. Ke? Yana bu narsa buyurasizmi? Agar bo'lsa, garmdor olib keling, zahar bo'lsin. Kela qozoncha so'yapti. O'tir. Zo'r ekan-a? Oyi. Ey. Ish qilib ketayotganimizda ishtonimizni ham yechib bermasak bo'ldi, bolalar. Shuncha ham buyurasanlar. Kallang joydamisan bolani? Shunaqa mashinada kelib, qanaqadir oshxonaga kirib, gummat qishimiz qoluvdi endi. Ey, avtoritetni ham ushlash kerak. Chunki narsaga pulni qayerdan olib berasan? Avtoritet. Ha? Senda yo'qmi? Yo'q. Bo'lsa ham 2 ta kavobga yetadi. Mana, asar chiqib olib keldim. Xohlaganingizni yeng. Oling.
Men ham o'ynasam bo'ladimi? Agar tekinga ko'ngil yozmoqchi bo'lsang, uyingga borib endi o'yna. Bizda stavka minimum 300 qog'oz. Mayli 300 bo'lsa 300 da. Qo'y. O'z oyog'i bilan qassob yoniga kelibdimi? Demak uni so'yish. Qassobni burchi. Marhamat. Ey apog'oy, viski. Tez bo'l. Balkim pulsiz o'ynarmiz, a? Ne qarab, apay. Ismalog'ini bo'lgan bo'lsang, o'yinni boshla. Aytib qo'ydim-da. Mumkinmi? Partiya. Xo'sh. Qani, cho'zingchi. Oo. Bo'larkan, rahmat. Mana bu yeb ichganimizni haqi. Qaytimi shart? Men bilardim ichishini. Nimaga qaytimi shart emas? O, papay. Bilmasan, cho'ntagingda ximiring bo'lmay turib o'ynadingmi? Men senga aytdim-ku, boshida pulsiz o'ynaylik deb. O'zing ko'nmading. Nima Biz qilayapsan? yigitlar bizga ishimiz kerak, yuringlar. Viski-ku. Yo'qol ko'zingda! Kech qolding! Hayotimdagi muhim voqea shundan boshlandi. Ana. Boshlandi. O menga qarab, bizga ortiqcha muammo kerak emas, ketaylik. Qo'y olsangchi, qara, ana uni qilgan qilig'ini. O'z zo'ravon. Sen hali Tinch qo'y uni. pulimni qaytar. Undan kechirim so'ra, keyin qaytaraman pulingni. Bo'ldi. Pulimni qaytar. Haq olishadi o'zingiz. Bo'pti, kechirim so'ra. Pulimni qaytar, tushundingmi? Nega qaytarishim kerak? Men halol yutib oldim. Voy. Qarab turma.
ismingiz demak Nargiza maniki bo'lsa Sanikiga shart emas. Bo'ldi, tur endi, erkalanma endi. Bo'ldi, bo'la qol. ishingiz juda ham xavfli ekan. Sizga qutqaruv xizmatini raqamini beraman. 11080 eslab Voy, qoling. bo'la qol. 11080. Maniki qo'ng'iroq qiling, ko'rishamiz. Yuz 80. Ajab bo'pti. Menga birorta odam tushuntirib bera oladimi, nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Bizni tunashibdi. Buni o'zim ham ko'rib turibman. Kim qilganini so'rayapman. Menimcha bu o'g'lingiz ishi. Sen kimsan o'zi mana o'g'limdan shubha qiladigan? Balki bu meni ishim emasdir, lekin o'g'lingiz ignaga o'tirgan. Qarzi ham kam emas. Tushunaman, u sizni yolg'iz o'g'lingiz. Lekin men hozir biznes haqida o'ylashim kerak. Chunki siz oldida javobni men beraman. Qarzi qancha ekan? Menimcha shu changalmasdan gapir, qancha qarzi? 50 ming, bilishimcha qog'ozda. Qo'ng'iroq qil. Qildim, javob bermayapti. Avval molni qaytar. Keyin KPZgami, jinnixonagami borib to'q. Ko'zimdan nari yursin ablah. Javob ber telefoningga. Alo. Ha, men. Nima? Hozir boramiz. O'g'lingiz topilibdi. Assalomu alaykum. Bu kimning ishi? Ularni tanimadim. Bu yerlikka o'xshashmadi. O'g'lingiz ham tanishmadi menimcha. Janjal nimadan chiqdi o'zi? Oldin haligi qimor o'ynashdi, keyin Aka, mana choy. Choy iching. Nima bu? Choy? Mani qanaqa choy ichishimni unutdingmi? Bugun qanaqa choy ichishimni unutasan, ertaga ismimni ham unutsang kerak. Boshqa qaytarilmaydi. U qanchalik ablah bo'lmasin, baribir meni o'g'lim. Yolg'iz o'g'lim. Shu mahluqni tug'aman deb xotinim o'lib ketdi. Sezib turibman, janjal uni o'zidan chiqqan. Lekin jim qarab tura olmayman. Yo'qsa xotinimning ruhi bezovta bo'ladi. Tushunyapsanmi? Ha, qo'limdan kelganini qilaman. Yaxshi. Shaxsan o'zing shug'ullan. Ismini kimdir eshitgandir? Ha? Yo'q. Ular ismlarini aytib gapirishmadi. Ikrom qishidan ketgandan keyin qochib ketishdi. Janjal nimadan chiqdi o'zi?
Aytdim, qimordan chiqdi deb. Yutqazib qo'ydi shekilli, asabiylashdi, keyin janjallashishdi. So'kinishdi. Shuni o'zimi? Yo'q, keyin ofitsiantni Ikrom haqorat qilganini ular eshitib qolib, oraga bittasi tushdi. Ularni taniysizmi? Yo'q, Unda nega sizni yoningizda olishdi? bilmayman. Yaxshi. Endi meni eshitinglar. Ular qimor o'ynashni taklif qilishgan. Ikrom yuta boshlagach, ulardan biri asabiylashib, janjal chiqargan. Qizni so'ka boshlagan. Ikrom esa sizni himoya qilib, ular bilan mushlashgan. Tushunarlimi? Bebe, unaqa bo'lmadi. Tushunarlimi? Tushunarli. Tushunarli, tushunarli. Yaxshi. 180. 180. 180. Jamoat qaytmasak bo'lmaydi. O'lib qolgan bo'lsa-chi anavi? Yo'q, hozir ko'rding-ku, tirigidi o'lmagan. To'g'ri, tirik edi. Endi o'lib qolgan bo'lsa-chi? Menga qara, qo'y. Oldin ishlab bitirib olaylik, keyin borib bilamiz nima gap, nima so'zligini. Xo'p, ketdik. Yo'q, qanaqa ishlar? Hozir birinchi postdayoq bizlarni ushlab olishadi. Biz boshqa yo'ldan ketamiz. Qaysi yo'ldan? Boshqa yo'ldan. Kamol, agar vaqtida yetib bormasak, unda seni ham men ham tiriklaring ko'mishadi. Tushunyapsanmi? Menga qaragin. Men mashinalaringga ham, pulingga ham tupurdim. Boru, men qamoqda chirikchi xohlamayman. Men senga o'sha ishlaringga kirmaylik dedim, ha? Mana oqibati. Ko'rding-ku, meni majbur qildi o'zi urishga. Qolsa, Nargizani ham o'ldirib qo'ya qolardi. Voy maladiz. Otini ham eslab qolibsiz-da. Nima qildi? Bir kun kelib shu qizdan tasdan o'lib ketmasang bo'ldi deysan. Menga qaragin, mashinalar o'g'irlanganmi? Nima? O'g'irlanganmi deyapman senga. Men mashinami? To'g'risini ayt. Nega o'g'irlanadi? O'g'irlamagan. Bir narsani yashiryapsan sen bizdan, ha? Nimani yashiraman? Menga qara. O'zimni egini bog'ini surishtirmagan. Bor qayda mashinangni? Hozir bog'ini surishtirmay yeydigan zamon emas. Qani aytchi hammasini eshitaylik. Gapiraymi? Gapir. Xo'p, eshit bo'lmasam. Shu bo'ldi shu. Qanaqa odamsan? Nimaga boshda aytmading bizga shuni? O'rtoq, ilojim yo'q edi. Aytsam, shu zahot o'ldirib qo'ysan. Og'ayni, men balki ahmoqdirman, lekin ba'zilarga o'xshab o'z o'rtoqlarini hayotini garovga qo'ya olmayman. Ablah. Men ketdim. Kamol. Kamol. Boring. To'xta. Nima? Voy, to'qpam. Hey, bolla. Allo. Men Jamolman. Muammo chiqib qoldi. Menimcha 8 soat vaqting qoldi. Mashinalar o'z vaqtida joyida bo'lmasa, o'ldim deydi. Telefoningni esa otib ol. Ming la'nat senga. Bolla.
Bolajonlar. To'xtanglar. Tutamiz. Haqqi ham borishardi. Baribir qo'limizga tushadi. Ahmoq. Senga qo'shilib mahmoqman. Hey bolalar, to'xtalaring. Ha, Iltimos ketmalaring. Bilaman, men noto'g'ri ish qildim. Bilaman, har doim sizlarni kamsitib, mensimay yurardim men. Lekin agar hozir ketib qolsanglar, men ishim bitmaydi. Iltimos bir marta murojaat qillaringlar. Xurshid, gaplarga ishonma, ketdik. Voy! Nima qilmoqchisan? Bilganingni qil unda. Come on. To'xta. Nima? Bo'pti, mana ham shimol. Faqat hozir ketma, iltimos sendan ketma. Hamon tilayapsan menga. Yopil, berib bo'ldi menga hammasini. Hozir kelaman. Bizni ortimizdan kelishmagan deb umid qilaman. Nima? Yerchi. Alla kimlar bizani kuzatishyapti. Bolalar, sirdik. Ketdik. Hayda. To'polcha nima kerak? Otishma boshlansa deb har ehtimolga qarshi. Kallang joydan bo'lsa nima do'stlar? Onasi og'zidan ketmagan 3 ta bola bo'lsa, bandan bu qo'l ostanmi? Yo'qot to'polchani. Tamam, menga qara. Oldinga o'tlaring, men ularni chalg'itib ketimizdan olishga harakat qilaman. Tushunding? Ha, vijdoning uyg'onib qoldimi? Ko'p kesatmay aytganimni qilgin. Bo'pti, ehtiyot bo'l. Xo'p. Ket.
Nima qildi? Ey, padaringga la'nat! Tur o'rningdan! Tur! Tur dedim senga! Tur o'rningdan! Sekin! Alo. Shef, Nima gap? huzurlarni qo'ldan boy berdik. Nima? Lekin albatta topamiz. Shef, ishingiz yirtilib ketibdi. Ey, o'chir ovozingni! Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Nima bo'lardi, biz mashinalarni aytilgan joyga olib bordik. Tashlandiq zavod ekan. Darvoza oldida bizlarni ikkita bardamga qarshi oldi. Mana mashinalaringiz. Ish bitdi. Kechikding, uka. Ha, to'g'ri. Lekin mashinalar aytilgan joyda-ku. To'g'ri. Aytilgan joyda. Lekin aytilgan vaqtda emas, uka. Sen nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Men senga ish hidi chiqmasin degandim. Senlar bo'lsa boyning o'g'lini urib qo'yibsanlar. O'lib qolishiga sal qilibdi-yu. Yana qanaqa boy? Voy. Boyning kimligini bilmas ekan. Boy, uka. Avtoritet. Paxa. Крестный отец. Don, uka, don. Biz hech narsa qilganimiz yo'q. Uni o'zi boshladi. Xudoga shukr. Tirik qopti. Bag'ara. Senga ham. Men bu hamtovoq oshnalaringga ham furdim. Sekinroq. Bundan ko'ra pullarimizni tezroq bering, ketishimiz kerak. Nima? Pul? Yo'q, menga qarang, shef. Men hamma ishni toza bajardim. O'liyagan, sizni aldaganim yo'q. Yugurishni bilasanlarmi? Nima? Agar tirik qolishni istasalaring, yugurishlaringga to'g'ri keladi. Tushunmadim, tez. Sekin. Judayam tez. Vosh. Bu itlarning nima keragi bor? Bolalar, sizlarga tushlik tayyor. Axir 3gacha saylayman.
2. Ular 3. Kundan kunga seni sog'masligingga shubham ortib boryapti. Men jinniman. G'irt jinniman. Desierto maduro en mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera. Espigas que suelo presente. Nega aytasan? O'ylamayapti. Ket dedim. Git baraga. Qani, och.
O'rtoq, nima bo'ldi? Kuchim ishladi. Bo'ldi, o'zingga bos. Og'riyaptimi? Og'riyaptimi? Yo'g'rimayapti, kayib qolman. Doktorga borish kerak. Kuch o'tishlasa 40 kun ukol qilisharmish qoringa. Yo'q, rahmat aytganing uchun. Bore. Sho'ng'an mashinaga. Ketinglar. Yigitlar, tezroq. Tushmayman, nima bo'ldi o'zi? Nega turibsizlar? Bormaysizlarmi? Olib ketlaring, olib ket. Qani yur, oldim keting. Tezroq. Tezroq. Boshlaringni. Salamcha, yonida ketasan. Buyruqni bajar. Buncha asosli masalaring ha. Okey, chilonzor tashab qo'ying. Hozirda. Haydi. Sen ham menga navbatdagi ertagini aytib bermoqchimisan? Men aldaganlarni yomon ko'raman bola. Ko'p gapirganlarni ham yomon ko'raman. Gapchi, olib qochadiganlarni ham yomon ko'raman. Sandakalarga toqatim yo'q umuman. Qani gapir. Nima men? Telefon ko'rmanmanmi? Mo'ltillama. Zo'ravon, sen hali tinch qo'y uni. Pulimni qaytar. Undan kechirim so'ra, keyin qaytaraman pulingni. Bo'ldi. Pulimni qaytar. Haq olishadi o'zingiz. Bo'pti, kechirim so'ra. Pulimni qaytar, tushundingmi? Nega qaytarishim kerak? Bo'ldi, voy uzr. Mana sizga isbot. Mani qo'yib yuboring. Ha, buni iloji yo'q, ukam. Nega? Mana shu eshikdan chiqishi 3 xil varianti bor. Lekin hammasi har xil tugaydi. A varianti: men sizlarni mashina o'g'irlaganlikda ayblab yopaman. B varianti: qamalmaysizlar. Lekin shu eshikdan chiqarib yuborganim zahoti sizlar bilan baxtsiz hodisa ro'y berishi mumkin. Mashina urib ketishi mumkin. Yo birdan nom nishonsiz, izsiz yo'qolib qolishinglar mumkin. V varianti: menga katta laqqa baliqlarni tutishga yordam berasizlar. Shundan keyin uslovni bilan qutulasizlar. G varianti yo'qmi? Nima? Tiling chiqib qoldimi, Soqo? G variantini xohlab qoldingmi? Kerak bo'lsa-chi biz senga G u yoqda tursin, butun alifboni variantini oldinga taqib qo'yamiz. Bir umr meni esingdan chiqarmay yurasan. Sen mendan qarzga pul olganmiding? Ha, olganman. Olgansan. 2 oyda qaytaraman deganmiding? Deganman. Degansan. Shunda jonimga tegib ketdi shu gap 100 marta qaytarib urish. Shef, nima qilamiz? Nima qilasan?
Xullas, meni jinoyat qilishga majburlagan baqaloni tegishli qo'llarga topshir. Qani! Qo'lingni ko'tar. Arqaroq. Qo'llaringni orqaga qillaring. Kimga aytyapman? Qo'l tezroq. Qarab turibsan, meni himoya qilmaysanmi, to'nka? Taqlik ko'rsatib befoyda. Bilmasang otaman. Fashistlar! Yaramasdan! Ablahlar! Qimirlama. Faqat urmang. Qani hammasini bitta-bitta o'qishlaring. Tezroq! Bo'ldi, taslim bo'l. Bolalar. Bolalar, bilaman. Mendan xafasizlar. Iltimos, meni kechiringlar. Men bir umr sizlardan qarzdorman. Bo'lmasin. Hatto o'ylamayapman. Nima deyapsan?